Bu dersimiz lighting haqida bo'ladi. Anavi endi laytlarni nastroykalari va eksterior uchun laytlarni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi bo'lib unetdan yetib o'tib olamiz. Videoga qo'shsak bo'ladi. Static meshlar alohida papka so'qamiz. Video yangi papka ochamiz. Bunga lighting beki Place actorga o'tib olamiz. Bunda lighting degan bo'lgan bor. Hop. Birinchi bo'lib sahnamizga quyosh tashlab olamiz. Mobilga o'tkazib qo'yamiz. Hop. Skylight tashlaymiz. Buni vazifasi o'sha quyoshdan chiqayotgan yorug'liklarni biraz taratib yoyib berish vazifasi Skylight. Hop. Bundan keyin bu yoqda visual effekt bo'limiga o'tib olamiz. Bu yoqdan Sky Atmosphere qo'shib olamiz. Bu direkt cloud qo'shib olishimiz ham mumkin. Bu o'sha default nastroykalar. O'sha bulut, osmon va post process qo'shib olamiz. Post process hozir bu boksimiz faqat o'zini ichiga javob beradi. Xullas qilingan nastroykalar faqat mana shu boksning ichida turgan narsalarga ta'sir qiladi. Biz boksni katta qilib qo'ysak, shunda butun so'nchoq uyga ichiga javob berishi mumkin yoki buni yana osonroq varianti. Hop, bundan qo'yib beramiz Infinity deb. Buni yopib qo'yadigan bo'lsak, bo'ldi. Bu boksimiz уже butun sahnamizga ta'sir qiladi. Hop, bizda referensimizda osmonga biz Ezra ishlatishimiz mumkin. Bu uchun atamiz Poly Heavenly olamiz. Bu yoqdan o'zimizga yoqadigan birorta Ezra olishimiz mumkin. HDRI formatda 4K'gacha olamiz. Analog track o'zgartib olamiz. Videoda HDRI deb qo'shib olamiz. Faylimizni import olamiz. Import olamiz. Bulutda Sky Atmosphere o'chirib turamiz. Hop, bu yoqda qo'yib beramiz HDRI. Agar sizda bu chiqmasa, hop, plugin o'tamiz. Videoga HDRI deb qo'yib beramiz. Shunda HDRI backdrop degan plugin bor. Bu pluginni yopib, restart qilsanglar, shunda bu chiqadi. Buni sahifamizga drag and drop qilamiz, HDRI. Tashlab olamiz. Processga reset bosib olamiz, yerdan sal pastroq tushirib qo'yamiz. Hop. Endi HDRI'mizni almashtirib olamiz. Buni drag and drop qilishimiz ham mumkin. Yoki o'sha turgan formatimizda o'sha turgan holatda stringkani bitta bossak, bo'ldi, o'zi olsa bo'ladi. Hop, endi qiladigan ishimiz buni katta qilib olamiz, 4090 qilib olamiz. Pastdagisini 2048 yozib olamiz. Endi men 2048 yozib olamiz. 1024.
Ovozni qo'yishga qaraganimizda bizda mana bunaqa flare lens chiqib qolyapti. Buni post prosessga o'tib olamizda и bu yerdan o'chirib qo'ysak bo'ladi. Flare lensga o'tamiz и buni nol qilamiz. Hop. Birinchi page rayterni olamiz. Endi qilinadigan ishimiz ijroimizni lightingga sahnaga ta'sir qilmasligi kerak. O'shani o'chirib qo'yamiz. Yoki ijro ushlab olamiz. Ijro detailsdan pop skylight ushlab olamiz. Bu yerda affect worldni o'chirib qo'yamiz. Shunda bo'ldi. Ijrodan chiqayotgan yorug'lik skyga ta'sir qilmaydi. Bu yorug'likni endi o'zimiz o'sha quyosh skylight bilan o'zimiz alohida bemalol boshqarsak bo'ladi. Quyoshni garage klavish orqali rotate qilishimiz ham mumkin. Bu uchun Ctrl L bosib turamizda, endi qimirlatganimizda eshikani avtomatik o'zi qimirlaydi quyoshimiz. Hop. Post process nima degan savolga, post process o'sha sahnamizdagi hamma lightinglar, hamma yorug'liklarni, hamma nastroykalar, butun sahnaga ta'sir qiladigan hamma nastroykalarni boshqaradigan box. Hop. Bunda o'sha sahnamiz qaysi metodda render qilinishi misol uchun hozir Lumen'da turibdi. Hop, biz buni screen space'ga o'tkazib qo'yishimiz mumkin yoki o'zimiz qanaqadir plugin ustanovka qilib, o'sha plugin orqali ham qilishimiz mumkin. Oldin eski versiyalarda ray tracing turgan bo'lardi. Hop, hozir ray tracing yo'q. Buyoqda o'sha reflection metodlari, qanaqa metodda reflectionni hisoblashi, hop, screen space bo'lishi mumkin yoki Lumen bo'lishi mumkin. Hop, defaultda Lumen turgan bo'ladi. Bundan tashqari boshqa nastroyka, ambient occlusion, shishalar, prozrachniy narsalari qanaqa nastroykada hisoblanishi. O'shalar hamma biz sahnamizdagi hamma nastroykalarni o'sha mana shu boksimiz boshqaradi. Hop. Bu yerda quyoshimiz nastroykalarida nimalar bor deydigan bo'lsak, o'sha yorug'liklar kuchi. Yoki bu yerda svetlari bo'lishi mumkin. Bu yerda temperaturasi misol uchun 48 bo'lsa issiq ketadi, 8 bo'lsa o'sha холодный bo'ladi. Hop. Bu yerda o'sha indirect quyoshdan chiqayotgan yorug'likda hop o'sha qorong'i joylarda qanchalik tarqalishi, misol uchun mana buni unutib qo'yadigan bo'lsak, o'sha mana bu qora joylari yorishib ketdi. Bu o'sha volumetric, bu yerda o'sha biz fog qo'shadigan bo'lsak, misol uchun sahnamizga ijroimizni hide qilib turamiz. sky atmosphere qo'shib olamiz bu yerga. Shu fogimizni qanaqa yoyilishi, bu yerda fog kuchi, nastroykalari bor. Hop. Quyoshdan chiqayotgan yorug'likdan qanaqa fog qolishi, bu o'sha hop, buni endi qiladigan bo'lsak, fogimiz bu o'tadi. Volumetric fog yo'qadigan bo'lsak, bu o'sha bizda anaqa effekt bo'lib ketadi. Buni misol uchun lish qiladigan bo'lsak, bu narsa kamayadi. Fog bu ancha realizm beradi kayfimizga. O'sha fogsiz ko'rinishi fog bilan ko'rinish. Sahnamiz o'zida ham shu ancha sezilarli o'zgaradi. Bir xilligi yo'qoladi. Faqat buni 5 qilib qo'ymaymizda, 3 qilib qo'yamiz yoki 2 qilib qo'yamiz. Hop.
Quyoshimizda yana qanaqa nastroykalar bor? Izlarni quyoshimizda chiqayotgan mana bu soyalarni yumshatishimiz mumkin. Eskisi iyi yangisi. Ikkalasini farqi. Hattolar unchalik ko'p o'zgartirilmaymiz, ikki butun besh bo'ladi. Juda fizik bo'lib yumshab ketgani kerak emas. Skylightga keladigan bo'lsak, Skylight vazifasi bo'layotganida o'sha quyoshdan chiqayotgan boshqa svetlardan chiqayotgan yorug'likni sahna bo'ylab tarqatib berish vazifasi. Hop, o'zi yorug'lik chiqarmaydi Skylightda. Hop, Skylight intensity nima deydigan bo'lsak, unda o'sha chiqayotgan yorug'likni kuchaytirib beradi. Misol uchun buni 5 qiladigan bo'lsak, sahnamiz yorishib ketadi. Bir qiladigan bo'lsak, o'zi default bir turgan bo'ladi. Yoki Skylightni o'ziga ham alohida o'zidan yorug'lik chiqadigan qilib, bu yoqda HDRI tanlab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun men bu o'zimiz bu yoqqa qo'ygan HDRI'mizni Skylightga qo'yib olib, shuni chiqayotgan yorug'likni ham mana shundan ham yorug'lik chiqarishimiz mumkin. Misol uchun o'sha HDRI'dan yorug'liklarni olib, o'shani chiqarib beradi bizga. Misol uchun shu ko'rinishda ham hozir biz kechki paytda effektini qilmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib HDRI'mizni kamaytiramiz. Hatto 2 qilamiz. 0.1. Quyoshimizni holodniroq qilamiz rangini. Skylightga o'tamiz. Skylightga ham rangini o'tamiz. Quyoshimizni kuchini kamaytiramiz. Shu joyda e'tibor beradigan bitta narsamiz bor. Hop, post prosesda ekspozitsiya bo'limida hop 3 xil turi bor. After ekspozitsiya bor. Bu o'sha ko'z rejimida qop-qora xonaga kirsangiz sekin yorishib boradi narsalar. Ko'zingiz o'shanga qorong'i joyga moslashadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Biz uni manual o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, bunda o'sha bo'ldi. O'zimiz nastroyka qilamiz. Misol uchun buni hozir 10 deb yozadigan bo'lsak, hop, yoki 13 qiladigan bo'lsak bo'ldi. Bu biz qorong'i joyga o'tamizmi, qorong'idan yorug'ga yoki yorug'dan qorong'iga o'tamizmi, farqi yo'q. Bunda hech qanaqa ekspozitsiya o'zgarmaydi. Post prosesga o'tib olamiz, ekspozitsiyani pasaytiramiz bu yerda. Mana bu o'tkazib. Mana Kina primerlar shunaqa kechki paytda effektini olishimiz mumkin. Hatta buni rangini misol ochamiz. Bizda mana bu materiallar noto'g'ri tushgani uchun ham hozir bu yoqda ozgincha ko'karishlar bor. Buni hali proyekt davomida to'g'rilaymiz. Quyoshimizni kuchini kamaytirib qo'ysak bo'ladi. Primerlar shunaqa kechki paytda effekti. HDRI'mizni ham ozroq pasaytirib qo'ysak bo'ladi, ya'ni 5.